Nurg'un do'stlarimizning küçük talebi bilan oldimizda Eid bayramlar kelgil turibdi. Mush sangizni cheshildirib ham yeyish qilish usulini o'rgatib qo'ysangiz deganligi uchun buni qilish usuluna keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqum o'rganalaysiz, ham so'ginish boshlari ketdi. Avval xemir jug'urimiz sizlarga jiboda faoliyat qilib berayotgan mavi xemir jug'urish mashinasiga 3 qacha atrofida un to'kib, orqadan bir qo'shiq tuz va bir qacha pishiq may to'kimiz. Mening ishlayotganim bo'lsa, Al-Nurining tunji siqim 1-darajalik zarangizmayi. Muvofiq miqdorda qora kunjut va bir qacha atrofida suv to'kimiz yoki menga o'xshash kebab uchun suv qo'ysak bo'ladi. Xemirning ching bo'shlig'ini lag'mandan xemirdan sallat ching jug'urimiz do'stlar. Mana xemirim tayyor bo'ldi. Haraz balki men qo'llarga qarablar mening qo'lim emasligini his qilib qoldinglarga urib tuqqanlar. Bu dal anam qilayotgan sanizlar do'stlar men qilmadim. Gapimiz qaytib kelsak, xemirimizni o'tirdan ishga qilib olib, muvofiq miqdorda bilib olamiz. Bilib olgan xemirimiz bo'lsa, suratdagidek mana shunday zulu tutib, mana shunday chiroyli tizib olgandan keyin ustini yengil miqdorda maylab etib, başlayın madde yoga 5 minut atrofida tindirib olamiz. Biz bu vaqtda may tushtolayli. Mening ishlatganim yalla Al-Nurining tuvan basam, tuvan temperatura ishlab chiqargan 1-darajalik qichmayi. Xemirning vaqti to'shqanda o'tirdan ichib, yana yengil holat qilt qilib, buni yana 5 minut tindirib olgandan keyin mana suratdagidek nihoyat tekshi holatda inchki pult qilib echib olib, qo'limizning olqiniga nihoyat chiroyli yo'yib olamiz. Arliq ko'rib misha kepsizlar do'stlar. Anamning ajrigim bo'lsa, aqsiz yurakdan birini besib qo'llab qo'ysanglar rahmat. May 70% qiziqanda sangizni selib, oldi-keyinni normal holat sarg'aytib, suratdagidek men musholat kelgandan keyin siz bilib olsak bo'ldi. Oxirida sangizni chiroyli tizib olgandan keyin sangizning texim ko'rkam va tatib chiqish uchun ustiga nihoyat pushaq izib olgan qanday sipitlar iste'mol qilsak bo'ladi. Mana shunchalik oddiy. Hamma men izchil qo'llab, yuraklarni besib qo'llab kelayotgan urug'liqlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ishlaringlar o'ng'ishli, tininglar salomat bo'lsin. Kelarsan ko'rishaylik, xayr xo'sh.